Assalomu alaykum azizlar. Mana xudo xolasa razvedka hujjatlarimizni tegalarimiz to'g'ri kelib qolayotgan joylarni bizga xalaqit bermaydigan joylarga surib chiqyapmiz. Tepada konsertniki, pastdagi razvedkalarniki mana bu yerda hujjatlar razvedkaniki bor. Biz buni bu elektrik ishi, bu sarg'aygan ishi, bu aylanishi, bu valanishi demaymizda o'zimizcha olib qilaveramiz. Bizga o'zimiz ishimiz yurgani ma'qul, yaxshi. Tezroq bitgani yaxshi, chiroyliroq chiqqani yaxshi. Hozir agar buni elektrik ishi deb elektrik kutadigan bo'lsak, ishimiz oqay ketadi. Yoki buni elektrik qo'ygan turib, shunday qo'yib tegan o'zlariga bo'lsa, tegan suvli yo'q qoladi. Shuni hisobiga biz buni o'zimiz ish ichida tamom ketyapmiz. Kimga qanday? Bizga shunisi ma'qul. Siz nima qilgan bo'lardingiz biz o'rnimizda? Buni surib ketganlarmi, shu turishda qolib ketgan bo'larmi, elektrik chaqirgan bo'lardingiz?